Lekin bizim şu qishlog'imiz xuddi bir boshqa mahallaga qaraganda Aylako'l mahallasining raisi bir yilda bir marta kelib bizning holimizdan xabar olmaydi. Lekin prezidentimiz Surxondaryoga bir yilda kamida 2 marta keladi. Sho'rchi tumanining Oynako'l mahallasidagi aholining murojaatlari qachon hal etiladi? U bizning shu yerimizga bir marta ham kelmaydi. Necha marta boramiz, bitta bizning aytganimiz amalga oshirgani yo'q. Mana kelgali beri mana og'rig'imizni mana ko'ringizlar mana. Og'rig'imizda to'lib qolgan. Ko'limizdan bitta ham suv o'tmaydi. Qandaydir bir suv o'tgan taqdirda transformatorimizning tugi kelmay, nosozimiz suv chiqarmaydi. Hammasi nosozimdan chiqadi. Bunday og'ir suvda sulanadigan yerimiz yo'q. Hech qanday 10% bo'lmasa yo'q. Qolgan hammasi nosozimdan ichishga majbur suvda. Lekin sog'lig'ini u aktiv beradi. Ishi yo'q uni bilan nima qilishdan qatnashadi. Suvimiz nosozimizdan bitib kuyib otib hammani pul to'laymiz. Nosozimiz suvimiz ajratib sulash uchun ham pul to'lamasa nosoz aylanmaydi. Iltimos. Uni aylantiradigan tugimiz yo'q. Transformator bizga navbat kelganda 3 yil deganda hazrat borib qo'ydigan yerga uni ham bir qatorini bir aylantirib qo'ydi, oyog'i yo'q. Oyog'i uloqdan iloji olamayapti ham, qilmayapti ham. Mana yerdan 5-6 solban olib qo'yamiz deb o'zlari masat qildi, lekin mana gam derasi yo'q. Nasib bo'lsa, yegin ekandan keyin buni ola olmaydi ham, bir solbani qo'ya olmaydi ham keyin. Rayonga necha marta borib. Rayondagi buyuradi, bular xo'p bajaramiz deydi, zimziya yo'q. Qur buyuradi, zimziya birov kelib ko'rgan ham yo'q, na rayon tomonidan, na mahalla tomonidan birov qaragan ham yo'q, nima bo'layotganini bilgan ham yo'q. Ekskavator aytgan ekan, ekskavator yetmaydi deb, kecha o'zi boshqa to'plab ondan beri mana 10 kun o'tdi, ekskavatorning daragi yo'q. Asfalt yo'llarimiz mana bitib qolgan, ko'chalar, lekin shu mahallaning raisining o'zining ko'chasini, otalarning ko'chasini hovlisiga tashlab qo'yibdi. Uyning kiranda suv shorilib oqib turibdi. Ko'cha asfaltlangan. Hamma sharoit bor. Bunga biz nima kerak? Bizning keragimiz yo'q-da. Shuning uchun sizdan iltimos, shu mahalla gaplashib, bizga mana shunday bir sharoit yaratishga yordam bering. Butun mana shu mahallamizning xalqi nomidan sizdan iltimos qilaman. Bizning ko'chamizga yangi O'zbekiston deb nom bergan, yangi O'zbekiston nomiga arzimaydigan nom ko'chamiz. Buna bizga suv kerak birinchi o'rinda. Agratlarimizda tikan bosib, eginlar egalmay jotibmiz. Mahalla bizdan xabar olmasa, mana biz Gurpov qishlog'imiz bilan hokimiyatga bordik. Olim Momashkur bilan gaplashdik. Mayli dedi, hamma gaplaringizni dedi, men hokimga yetkazaman dedi. Mahalla ham bor edi shu gapni gapirganda. Mahalla ham yo'q, boshqa hokim ham yo'q. Holimizdan hech kim so'ramaydi. Istalvalarimiz talabga javob bermaydi, ko'chamiz talabga javob bermaydi. Mahallamizga tren keldi, sibat keldi, istalvalar keldi, bizga hech narsa yo'q. Agar qattiq bir shamol bo'ladimi, bir yomg'ir yog'sa tamom, sibitimiz o'chadi. Bir kelib sibit yonmaydi. Chunki hamma tomonning shunday bo'lishini biladi ular. Shuning uchun qurib sibit istalvalarimiz ham avvalini simlarimiz uziladi. Uzilgan simimizni o'zimiz pul kisamizdan pulab o'zimiz olamasak, birov kelib bir olom bermaydi, bizga bir yordam ham bermaydi. Birinchidan agratlar uchun suv oriqni qozish kerak, yordam berish kerak. Salbalar bu res tomonidan bironta salba ya 1 metr suv aqib qo'yilmagan. Hammasini shaxsiy kissadan o'zimiz qo'yganmiz. Agratlar hammasi 3-4 yildan beri suvga yontaq bosib yotdi. Daraxtlar quriyapti. Aholi tomonidan yuqorida aytib o'tilgan muammoli masalalar ijobiy hal etilishida mutasaddi tashkilotlar va javobgar shaxslardan yordam so'rab qolamiz. Surxondaryoliklar rasmiy kanali tez orada bu mavzuga yana qaytadi.